Ishdan chiqdim, lekin hozir uyga borishga qo'rqaman. Xo'jayinimdan 1 soat oldin boraman uyga. Ovqat tayyorlab turishim kerak. Uyimizda har xil shovqinlar bo'ladi. Bu menga seziladi. Bu urush davridan qolib ketgan eski dom bo'lgani uchun ham shunaqa bo'lsa kerak. Bilmadim, faqat menga eshitiladimi yo boshqalarga ham eshitiladimi. Opadan so'rasam aytdilar, bu eski dom bo'lib turadi, shunaqa bo'lgan dedilar-da. O'shaning uchun men boshqa kvartira topishga qaror qildim. To'g'risini aytaman, qo'rqoqman. Opa bu biz bilan yashaydigan opalar, yana bitta xonada turadilar. Bu 2 xonali kvartira. Xo'p, qanaqasiga ovoz eshitiladi deb so'rashlaringiz mumkin. Masalan, men hozir videoni ozvuchka qilyapman. O'zim xonamda o'tirib, masalan, kuxnyada bir narsa tushib ketadimi, taraq qilib ketadimi, o'zidan o'zi kecha kuxnyada tursam provoda nimani удлинительный provodasi o'zidan o'zi surilib ketdi. Qo'rqqanimdan astag'firulloh nima aytib, kalimalar qaytarib, har xil kechasi uxlasam, oyatal kursini 3 martalab aytib, Fotiha suralarini aytib, uyga kirsam bismilloh bilan salom berib kirib, shunaqa qilib yuraman. Keyin bir kuni xo'jayinim rosa bir narsa bosdi-da, keyin ular nima endi o'qimasdan yotgandirlar balki. Men har doim o'qib, nima qilib yotaman. Yotishdan oldin ham yursam ham shu qora bosdi deydimi, shunaqa deydi-ku. Xullas xo'jayinimda shunaqa bo'ldi. Keyin ertasi kuni aytdi, "Mana siz menga ishonmaysiz, shunaqa men har doim shuncha o'qib yotaman yotishdan oldin" desam, bekorga aytishmas ekanda 18 ming olam deb. Alloh taolo yaratgan nechta olami bor yana, nechta olamni nechta jonzotlari bor, qayerdan bilasan? Jin-pindir, shunaqa narsalardir balkim deb nima qiladi. Lekin men har doim o'zimni защита qilib o'qib yuraman. Yana kimda shunaqa bo'lgan, kim sezgan, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Avvalgi kvartiradan nimaga chiqib ketganimizni keyingi videoda aytib o'taman. Meni o'ylashim bo'yicha bu uyni eski egasi bo'lsa kerak. Bilasizlar, ruslar vafot etsa, o'zidan keyin kimigadir qoladi uyi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.